bugun SAT matematika qismida mock ishlaymiz, ya'ni modul 1 ni ishlab chiqamiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi mock platformamizga kirib olamiz. satislam.uz ga kiramiz. Hamda sizga parol login berilgan. O'sha parol login orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Parol login terasiz. Xo'p, hamda sizga quyidagicha ochiladi, dashbord chiqadi. Bunda mock test kodini terishingiz kerak bo'ladi. Mock test kodini teramiz. Hamda bu yerda modullarni tanlasangiz bo'ladi. Start mockni qilamiz. Ya'ni bunda tanlasangiz bo'ladi vaqtini. Standart tanlasangiz bo'ladi yoki 50% ga tezlashtirilgan yoki 100% ga, ya'ni double tezlashtirilgan qilib tanlasangiz bo'ladi. Birinchi modulni biza oson bo'lgani uchun tezroq tanlasak bo'ladi. Hamda alohida modul tanlasangiz bo'ladi. Full test, reading ni o'zi yoki matematikani o'zi yokida bitta single modul. Biz hozir single modul tanlaymiz, bitta modulni. Birinchi modulni tanlaymiz, 22 ta savol hamda vaqtimiz 2 barobar tezlashadi. Duration time qilsak 35 minut. Qo'shimcha vaqt. Biz standart time da tanlaylik. Mana 35 minut vaqt berildi. Bitta modul, birinchi modul uchun 22 ta savolimiz bor. Savollar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Hamda Desmos kalkulyatorimiz bor. Bundan foydalanishingiz mumkin. Reference qo'shimchasiga formula sheet ulardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va bu narsani o'lchovlarni o'zingizga qulay holatda kichiklashtirib, kattalashtirsangiz bo'ladi. O'ziga qulay holatda. Xo'p, birinchi savoldan boshladik. Bizda funksiya berilgan. Hamda ko'rib chiqamiz savolda. Linear function chiziqli funksiya ekan. Bizdan y-interceptni so'rayapti. Y-intercept degani x bilan kesishgan nuqta. Grafikga qaraydigan bo'lsak, x bilan kesishgan nuqtasi, ya'ni y bilan kesishgan nuqtasi ekan, uzr. Y bilan kesishgan nuqtasi -6 ga teng. Ya'ni bu nuqtaning koordinatasi 0 u -6 ga teng. Navbatdagisi ikkinchi savol. Bizda frequency table berilgan, ya'ni 3 xil narsa hamda ularning soni berilgan nechtaligi. Probability ga oid savol. Savolni o'qiymiz. What is the probability of selecting a rock that is igneous? Ya'ni 3 ta turi bor, bizda o'shandan birinchisini tushish shansini so'rayapti. Nechi probability? Jami sonimiz bizga qo'shib chiqamiz. Bizga keraklisi tepada bo'ladi suratda. Ya'ni 10 taqsim bu hammasini qo'shib oladigan bo'lsak, hop 50, 60, 70. 10 taqsim 70 bo'lar ekan. Probability qoidasi bor edi. Suratda number of successful outcomes, mahrajda bo'lsa total number of possible outcomes, ya'ni umumiy variantlarning soni edi. Keyingisiga o'tamiz. Uchinchisi each side of square, ya'ni kvadratni tomoni 13 inchga teng. A kvadratning tomoni. Hamda A is multiplied by scale factor of 3 debdi to create square B. A ni tomonlarini 3 ga ko'paytirib B kvadrat hosil qilindi. What's the length? Ya'ni uzunligini so'rayapti. Each side of square. B nikini. Tomon 13 edi. 3 ga karrali bo'lsa 39 bo'ladi. Scale factor deganda 3 ga ko'paytirilgan. Keyingisi function berilgan bizda. Xo'p, qanaqadir funksiya. Savol qismiga o'tamiz. Which of the following is the best interpretation of the vertex? Kalit so'z vertex. Vertexning ma'nosi bu uchini koordinatasi edi. Ya'ni biza bilgan x0 hamda y0 edi. Qaraymiz, x0 hamda y0 bu parabolani minimum yoki maksimum qiymatini beradi. Minimum yoki maksimum degan narsa a bilan bda bor, c da chiqib ketdi. Endi qaraymiz funksiyaga. Bizda vertexni topish formulasida qo'shida x0, bu yoqda y0 edi. Ya'ni y0 ning qiymati 3 ga teng, x0 ning qiymati 6 ga teng ekan. Qaraymiz. X bu nima edi bu?
x sekund edi. Ya'ni 6 sekund degan narsani izlaymiz. A bilan B. 6 sekund degan narsa yo'q. 6 inch emas. 3 inch bor ekan. Nima degani bu? Mana o'chirib tashlaymiz. 3 inch. 3 inch bu y0 edi. Y0 bizda mana shu. Keyingisi 5-savol. 21x ni so'rayapti. Tenglamani ikkala tarafini ham 7 ga ko'paytirib olsangiz, natija kelib chiqadi. 56. 6-savol. Qanaqadir car travel speed at least, ya'ni mashina harakatlanyapti, tezligi eng kamida 25 but no more than 50. 25 dan ko'proq, lekin 50 dan kamroq. Bu degani tezligi 25 bilan 50 orasida. Savol bizdan inequality ni so'rayapti, tengsizlikni. X is the speed of car. Ya'ni x ni tezligi ekan. Tezligini o'zi aytib qo'ygan, 25 bilan 50 orasida. Javob ko'rinib turibdi. 7-savol. List of 10 data values is shown. Ya'ni 10 ta son ko'rsatilgan. Bizdan savol minni so'rayapti. Minni ma'nosi bu o'rta arifmetik edi. O'rtacha qiymat. O'rtacha qiymatni topish uchun hammasini qo'shib chiqasiz va soniga bo'lib olasiz. Yig'indini 10 ga bo'lib olsangiz natija chiqadi. 8-si function f gives the estimated height. F funksiya balandlikni bildirar ekan, nimandir. Y bo'lsa bu yil ekan. Kalit so'z. Funksiya berilgan. Which statement is the best interpretation of 3? Best interpretation degan narsani siz yaxshilab yodlab oling. Nima degani? Eng yaxshi izoh. Ya'ni 3 soni nima ma'noni anglatadi demoqchi. Biz savolni o'zgartiramiz. 3 soni qachon chiqadi? Ya'ni x o'rniga nima qo'ysam 3 chiqadi. X o'rniga 0 qo'ysangiz, funksiyaning qiymati 3 chiqadi. Ya'ni nima degani? 0 u 3 nuqta. 0 x o'rnida 0 nima degani? X yildan keyin, ya'ni 0 yildan keyin yoki da boshlang'ishida deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich degan narsani qaraymiz. First measurement mana turibdi. Mana bunda xato javobda sin ko'ramiz. Increased by 3 debdi. 3 taga oshadi. Yo'q, 3 taga oshmaydi, 7 taga oshadi. Shuning uchun bu xato. B ni ko'ramiz. Maksimum. Bu oddiy chiziqli funksiya. Bunda maksimum, minimum degan narsa bo'lmaydi. Xo'p, to'g'ri javob bizda D javob. Keyingisi which expression equivalent, ya'ni teng deyapti. Ko'p qadni ko'paytirishga ajratamiz. Birinchi ikkalasidan 2x kvadrat topib olamiz. Mana bundan y kvadrat. Ana undan keyin yana qovuslarga ajratsak, bizda faktorimiz 2x kvadrat plus y kvadrat ko'paytirilgan x plus 4y ko'rinishida bo'ladi. 10-si yana funksiya berilgan. For the given function f funksiya mana bu nuqtadan o'tar ekan, 0 b nuqtadan. B ni valuesini toping. Qovusdagi narsa bu birinchisi x deb berilardi nuqtada, ikkinchisi y deb berilardi. Ya'ni x o'rniga 0 deb qo'yadigan bo'lsak, y'imiz b chiqar ekan. X o'rniga 0 qo'ying, javobimiz b bo'ladi. 11-si scientists collected fallen, ya'ni qanaqadir olimlar yig'ibdi nimandir o'sha ant haqida, koloniyasi haqida ma'lumot yig'gan. Bizda formulasi bor, kerakli joyi. Hamda x da valuesi bor. Savol nima degan? If one of these colony has 35 workers ant. 35 ta worker ant bor ekan. Worker ant nima degani? Bu x mana bu yoqdan berib qo'ygan ikkita joyda. Demak, x o'rniga biz 35 ni qo'yib olishimiz kerak. Y qiymatini topishimiz kerak bo'ldi. Xohlasangiz Desmos kalkulyatoridan foydalaning. Xohlasangiz turib hisoblab oling. Natijamiz bizda 26 yo nechidir chiqadi, taqriban 26 ga to'g'ri keladi. 12-savol. Make a subject temasi juda ko'p takrorlangan savollardan bittasi. Bunaqa turdagi savollarda tekstni o'qish shart emas. Nimaga? Barcha javobda y barobar turibdi, x barobar turibdi. Demak, x ni topishimiz kerak. Mana bunga qarasangiz savolda y mahrajda buni ko'paytirib o'tkazib olsak, y kara b
minus 49 y bo'ladi. Bu javob faqat B'da bor. Keyingisi chiziqli funksiyalar bor. Solution to the given system of equation, what is the value of the berib qo'ygan. Bunga xohlasangiz desmosga kiritsangiz ham bo'ladi. Ya'ni desmosga o'sha narsani shunchaki ko'chiramiz. Ya'ni 2y barobar hop 2y barobar 5x plus 16 hamda ikkinchisi minus 2y barobar 7x minus 22. Ularda ixtiyoriy joyini bossangiz, kesishgan nuqtasini o'zi topib beradi. Kesishgan nuqtasi mana shunga teng ekan. Savol nimani so'ragan? 24x ni so'rayapti. X-imizning qiymati 0,5 ekan. 24 ga ko'paytirsangiz javobingiz 12 chiqadi. 14-savol. 14-savolda nimadir tenglamasi berilgan. Endi bunaqa turdagi savolda qarang. X bu mulchniki, y bu rockniki, river rockniki qiymati. Savolga o'qisangiz how much more degan. Mana shu so'z tarjimasini yodlab oling. How much more degani orasidagi farqi, ya'ni qanchaga ko'proq degani. Ikkalasi bir-birisi orasidagi mulch bilan river rock orasidagi farqni so'rayapti. 1 kilogramm mulchniki 19.5, river rockniki 24.25. Orasidagi farq, ya'ni how much more bizdan bir-biridan minus qilamiz. 24.25 minus 19.5. To'g'ri 75 chiqar ekan. Virgul emas, nuqta qo'yib yozish esingizdan chiqmasin. 15-savol. James degan odam 1-yanvardan boshlab basketbol kartini saqlash boshlagan. Funksiyasi mana bu formulasi. Predicted value in dollars of basketball card x years after James purchase. X yil. Demak, x'imiz bu time ekan. Okey, tushunarli. Bu f bo'lsa dollar qiymati ekan. Savol: what is the best interpretation of the statement? Boyagi so'z yana keldi. Best interpretation, eng yaxshi izoh. Nima uchun eng yaxshi izoh? F 7 bo'lganda 72 ga teng bo'lar ekan. Qo'lchidagi narsa bu x deb berardi. Ya'ni 7 bu 7 yildan keyin 72 bo'lsa bu dollar. 7 yildan keyin 72 dollar degan narsani izlashimiz kerak. 7 yil izlaymiz. Bunda 7% debdi, xato. Bunda 7 marta debdi, 7 times, bu ham xato. 7 yil degan narsa bor. Okey, turib tursin hozircha. Keyingisida bunda ham 7 yil degan narsa bor. Endi 72 dollar. Bunda ham bor, bunda ham bor 72 dollar. Ikkalasining farqi nimada? C da increased by total of approximately debdi. Increased by the ma'nosi 72 dollarga oshdi. 72 dollar bo'ldi emas, qo'shildi demoqchi. A D da bo'lsa 72 dollar bo'lib qoldi. Demak, bizda to'g'ri javobimiz D bo'ladi. Chunki barobar 72 ga teng ekan. 72 ta qo'shildi emas, 72 bo'lib qoldi. 16-si at what time of x, what value of x ekan. X ning qiymatida its minimum degani funksiyaning minimum qiymati. Buni xohlasangiz desmosga yozib olsangiz bo'ladi. Ya'ni desmosga yozish qanaqa? Ko'chirasiz shunchaki. Y barobar x kvadrat x kvadrat plus 18x hamda minus 23 ekan. Minus 23. Mana parabolani ko'rishingiz mumkin. Eng quyi nuqtasi bizda minus 9 ekan. X ning qiymatini so'ragan. Agar y ni so'raganda minus plus 4 bo'lardi. Navbatdagi savol. Yana qanaqadir funksiya berilgan. P models the population, aholini topish formulasi ekan. In thousands. Savol: according to the model, the population is predicted increased by qancha foizga? N foizga oshibdi. Every 8 months, 8 oyda. Xo'p, oshdi, kamaydi desa bu qo'l ustidagi narsa. Qo'l ustida bizda 1.03 bor.
Ya'ni nima degani 1.03? Bu 1.3% bo'lib qoldi. Qanchaga oshdi? 3% ga oshdi. Bizdan o'sha foizda oshganini so'rayapti. 18-si 47 metr necha santimetr? 1 metrdan qanchaga tengligini berib qo'ygan. 100 ga ko'paytirsangiz bo'ladi. 19-savol. Circle A has a radius of 3x. A circle-ni radiusi 3x ga teng. Circle B radiusi mana shunga teng. Area of circle B is how many times the area of circle A? Ya'ni yuzalar nisbati necha demoqchi, necha marta katta. O'xshash shakllarda tomonlar nisbati k ni bersa, yuzalar nisbati k ni kvadratini degandim. Ya'ni 135x ni bo'lamiz 3x ga, natijamiz 45, bu k. Yuzalar nisbati k ni kvadrati edi. Demak 45 ni kvadrati. Hop, 2025. Keyingisi line bor, chiziq. Mana bu nuqtalardan o'tadi. Buni toping. B ni toping. Bunda ham kalkulyator kerak bo'ladi bizga. Shunisini ko'chiramiz. Ya'ni 1/5 qarang, table qilib ko'chiramiz. 1/5 hamda 9/0. Mana nuqtalar bosamiz. Mana funksiyamizni bizda keltirib chiqazib berdi, qanaqa bo'lishini. Va x o'rniga 0 qo'yib yuboramiz. X barobar 0 desak, qaysi nuqtada kesish kelib chiqadi? 5 u 625 ga teng ekan. Keyingisi 2a taqsim b barobar 6,5. A taqsim bn barobar 26 bo'lsa, n ni qiymatini toping. Bizda endi oddiy desmosda yoki chernikda ham qog'ozda ham ishlasak bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? 2a teng bizda 6,5 b ga. Keyingisi bizda a taqsim bn teng bo'lishi kerak 26 ga. 2a yoki mana bundan a ni topib o'rniga qo'yib yuborasiz. Bu yerdan n ni qiymatini topsangiz bo'ladi. N ni qiymati bizda 1/8 chiqadi. Yoki oddiy o'nlik kasr ko'rinishida yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. 22-savol. Two acute angle. Acute angle deganda o'tkir burchakli burchak 90 gradusdan kichkina bo'lgan. Ikkita burchak bor. Cosinus q bu sinus r ga teng bo'lsa, mana shunaqa ekan. Q bilan r ni degreesi, ya'ni nechiga tengligi berilgan. Bittasi x plus 61 ga, ikkinchisi 4x plus 6 ga teng ekan, respectively. What's the value of x? Bu yerda qoida bor. Agar cosinus alfa teng sinus beta bo'lsa, alfa plus beta teng 90 bo'lishi shart degan qoida bor. Shundan foydalanamiz. Ya'ni alfamiz bizda x plus 61 hamda barobar 4x plus 4. Bu narsani chizish qaraydigan bo'lsak, x qiymati bizda yo'q. O'rtaga plus solishimiz kerak edi. Barobar 90 edi. Ha, 5 u 0 ekan, x qiymati bizda 5. Demak, ikkalasining yig'indisi 90 bo'lishi shart. Qaysidir savolga qaytishimiz mumkin. Misol uchun, ishlamagan bo'lsak, qaytadan javoblarni o'zgartirib belgilashingiz mumkin. Bemalol vaqtimiz bizda yetarlicha bor. Mo'klar uchun shu platformadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Shunchaki ro'yxatdan o'tasiz, bo'ldi. Hech qanaqa narsa talab qilinmaydi. Bemalol ishlab ko'rishingiz mumkin. Submit qo'yamiz, chunki ortiqcha vaqtimizni baribir keyingi modulga ishlatishning foydasi yo'q. Ishlatish imkoniyatimiz yo'q, shuning uchun submit qilaveramiz. Natijamiz bizda 100% chiqdi. 22 tadan 22 ta to'g'ri javob topdik. Qaysini topshirganimiz? Matematikadan modul, skill break, ya'ni 4 ta bo'limdan necha foiz ishlaganimiz haqida ma'lumot bor.
Hamda bu narsani siz emailingizga yuborishingiz mumkin, report ko'rinishida. Emailingizga yozasiz, yuborsangiz report ko'rinishi keladi. Hamda review all answer. Javoblardan ko'rishingiz mumkin, qaysidadir xato qilgan bo'lsangiz, yo'da explanation part ham bor. Va har bitta modul bo'yicha va qancha sarflaganingiz haqida ma'lumot ham bor, ko'rib chiqishingiz mumkin. Ixtiyoriy savolni. Har bir aytgan narsam barchasini ko'rishingiz mumkin. Shu bilan bizda birinchi modulimiz yakunlandi. Keyingi modulimiz alohida video bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.